Buvijon, qarang, oyim yangi ko'ylak tikib berdilar. Chiroylimi? Eshak o'sha-yu, to'qimi boshqa. Buvijon, Voy o'zimmi? Polvonim, formalari yarashganini qaranglar. Men pulni olganda maktabda tanaffusda chiqqandan onasi sopiysan, tushundingmi? Tashqarida dadam mashinada seni olib borib qo'yadi. Dars tugagandan keyin qaytarib uyga olib keladi, tushundingmi? Xo'p, qani bolajonlar. Mana. Yeb olasizlar, xo'p? Amaki ketmasdan chiqib olaylik mashinaga. Yuring. Mayli bolalar. Yuringlar. O'zim sizlarni olib borib qo'yaman. Ketdik. Yaxshi qilibdi ketib qolib. Bo'lmasa, o'g'limni mashinasiga isqirt kiyim bilan chiqardi.